Siz Crea YouTube kanaldasiz. Bu yerda barchasi keramogranit haqida. Sifatni ko'rishdan oldin uni his qilasiz. Aniqlik, tartib, nazorat bular tasodif bilan bo'lmaydi. Crea'da ishlab chiqarish falsafasi bitta tamoyilga tayanadi. Natija standart bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi partiya qanday bo'lsa, keyingilari ham shunaqa bo'lishi kerak. Aynan shu yondashuv Yevropa texnologiyalariga xos. Yevropa texnologiyalari deganda biz shunchaki nomni aytmaymiz. Biz tizimni nazarda tutamiz. Aniqlik bilan ishlash, texnologik intizom, qat'iy me'yorlar, har bosqichda nazorat. Crea ishlab chiqarish jarayonida Yevropa muhandislik yondashuvi va zamonaviy yuqori aniqlikdagi uskunalar qo'llanadi. Bu nimani beradi? Eng avvalo, barqaror sifat. Har bir plitaning geometriyasi yuzaning bir xil chiqishi, rangining barqarorligi va mustahkamlik ko'rsatkichlari bir standartda ushlab turiladi. Bu yerda o'xshab ketdi degan gap bo'lmaydi. Bu yerda standartlarga mos degan mezon bor. Yevropa yondashuvi ishlab chiqarishda tartib va tozalikka ham bog'liq. Zavodda har bir jarayon o'z joyida, har bir harakat o'z qoidasi bilan. Chunki sifat mahsulotda emas, sifat muhitdan boshlanadi. Toza liniya, aniq nazorat, izchil tekshiruv. Crea uchun texnologiya bu ko'rinish uchun emas. Bu mas'uliyat, hamkor uchun ishonch, mijoz uchun xotirjamlik. Shu sabab Crea'ni tanlaganda siz faqat keramogranit tanlamaysiz. Siz standart, nazorat va barqaror natijani tanlaysiz. Crea mahsulotlari texnik tavsiya va katalog bo'yicha ma'lumot olish uchun yozing. Sizning loyihangizga mos variantlarni tavsiya qilamiz. Hamkorlik shartlarini yuboramiz.